Ko'rsatgich barmoqni midirtish. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga Şeyh Muhammad Salih al-Munajjid hafizahullohning namozda xushu hosil qilishning 33 chorasi nomli kitobidan 11-chora ko'rsatgich barmoqni midirtish degan temani o'qiymiz inshaalloh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ko'rsatgich barmoqni midirtish. Bu mushunda qilish, ya'ni tashahhudda ko'rsatgich barmoqni midirtishning katta foydalarini va xushu hosil qilishdagi ta'sirini bilmagan nurg'un kishilar sal qarayotgan ishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: u shayton uchun to'mirdanmi qattiqdir. İmam Ahmad 2119 Hasan. Bu hadisning ma'nosi shuki, namozda ko'rsatgich barmoq orqali ishorat qilish shayton uchun to'mir bilan urgandimmi bakrak azobliqdir. Chunki bunda qilish bendiga Allah subhanahu va taolaning birligini va ibodatni Allah subhanahu va taola'ga xolis qilishni aslatadi. Halbuki bu, ya'ni ibodatning Allah subhanahu va taola'ga xolis qilinishi shayton eng nafratlanadigan ishdir. Shaytonning sharridan Allah subhanahu va taola'ga sig'inamiz. As-Saati Fathur Rabbani 4:15. Bu amalning ana shunday katta fazilati bor bo'lganlikdan sahobalar Allah ulardan rozi bo'lg'ay. Bugun nurg'un kishilar sal qarayotgan bu amalni bir-biriga tavsiya qilishadi va uni qilishga to'liq hirsman edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Allah ulardan rozi bo'lg'ay. Bir-birini duoda barmoq bilan ishorat qilishga buyurdi. Ibn Abi Sha'ba Hasan isnad bilan rivoyat qilgan. Ko'rsatgich barmoq bilan ishorat qilishning sunnatda ko'rsatilgan shakli, ko'rsatgich barmoqni tashahhudda boshdan oxir qiblaga qaratib yuqori tuvan harakatlantirishdir. Alhamdulillah, yuqorida namozda xushu hosil qilishning 33 chorasidan 11-chorani angladinglar. Oxirni keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.